Hurmatli IT Park rezidentlari, bizni IT Park rezidenti yokida Kiberpark rezidenti sifatida shu 1% to'laydigan va imtiyozga ega bo'lgan hisobni 100% ofitsialniy hisobi naloglar bilan hammasi bilan hisoblanadigan tizimni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ha aytishinglar mumkin, bu 1S'da boru, ha bor bu narsa 1S'da, ya'ni IT Park rezidenti degan galotchkani yoqsanglar ularda ko'rinadi. Lekin hududi bu holat hisob kitob yo'q edi, biz o'zimiz uchun qurib oldik va qolganlarga xohlaganinglarcha tizim qurib berishga, moliya jihatidan tizimlashtirib berishga salohiyatimiz yetadi. Hozir taklif qilayotgan yechimimiz o'zimizni uchun qurgan tizimimiz. Ya'ni bu yerda nima narsamiz bor? Moliyamiz bor, ishchilarimiz bor, oyliklarimiz bor va savdolarimiz bor. Biza IT Park rezidenti jihatidan nima ishlar qilamiz? Menimcha qolgan IT Park rezidentlarida ham xuddi shu faoliyatdan tashqariga chiqishmasa kerak. Xarajatligi bor. Oylik to'lashadi. Keyin savdo bor. IT Parkka 1% o'sha savdodan to'lanadi. Va har bitta o'sha faoliyatiga nisbatan hisobda nalog chiqishi kerak. Soliq asosan oylikdan shakllanadi. Shuning uchun birinchi oylikni ko'rib chiqamiz. Bizda mana Umar aka degan ishchimiz bor. Ularga biz oylik shakllantiramiz. Okladlari bor. Okladlarini hisobidan qancha hisoblanadi desa, mana ko'ryapsizlar, hech narsa hali aniq qilmagan, to'ldirmagan. Hisob olib kelyapti. Qo'llarga oladigan qismlari ma'lum. IT Park rezident bo'lgani uchun 100% chegirma tushyapti, 7,5% daromad solig'i, NPS 1% shu hisobdan ketyapti. Va buni tasdiqlaymiz. Tasdiqlashimiz bilan bizga bu ma'lumot moliyaga kelib tushadi. Endi ko'pchilikda qiyinchilik bo'layotgan narsa, men o'zimda ham qiyinchilik bo'lgan narsa, bu forma 1, forma 2 da qanaqa shakllanadi deydigan joyi. Ya'ni bizni savdo qilsak yokida oylik to'lasak, forma 1, forma 2 ga qanaqa bu shakllanib kelishi kerak deydigan masalasi. Endi hozir anaqalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz forma 1, forma 2 ni xuddi soliqda ko'rsatilgan formatda yuklab olib taqdim qilishga imkoniyat beruvchi tizimni olib keldik. Bu hozirgi kunda shu yildan boshlab aktualniy bo'lgan soliqdagi muammolarni, ya'ni sizlarni hamma faoliyatinglarni audit qilib berishlik uchun qulay bitta yechim hisoblanadi. Oylik to'ladik. Oylik to'laganimizdan keyin ikkinchi qiladigan ishimiz nima bo'lyapti? Biza savdoni ko'rsataylik. Ya'ni mijozimiz bor, Ucell degan, unga biza savdo shakllantirganmiz, lekin hali invoice bermaganmiz. Endi invoice beramiz bularga. Tasdiqlaymiz. Tasdiqlasak nima bo'ldi desa, 10 millionlik invoicega o'zi bill urib qo'ydi. Bu nima degani? Ichiga kirsangiz hujjatda IT Park degan ta'minotchiga, ya'ni IT Parkka bizada 1% ni hisoblab o'zi olib kelib qo'ydi. Biz faqatgina savdoni tasdiqladik. Ya'ni oldindan o'sha shakllantirib qo'yilgan savdo yokida shakllantiradigan savdo ila. Tasdiqlashimiz bilan nima bo'ldi desa, bizada mana invoice shakllandi. Ikkinchi tarafi bill shakllandi. Buni ham tasdiqlab qo'yamiz. Endi birinchi bo'lib pul oqimimiz to'g'ri bo'lishlik uchun, ya'ni bizani hozir anaqamizda, balansimizda, hisobimizda hech qanaqa pul yo'q edi. Pul yo'q ham. Chunki bankka ko'radigan bo'lsak, bank bo'yicha bizning hisobimiz 0 bo'lib turibdi. Endi pulli kirim chiqimini to'g'irlash uchun birinchi bo'lib turib, bizni
nima qilamiz? Debitorskiy qarzdorligimizni shakllantiramiz. U uchun savdoda invoice o'tib turib pay qilib yuboramiz. Bankni o'zinglar belgilasanglar bo'ladi. Menda hozir bitta dona bank demo bo'lgani uchun bank kiritdim. Bank kiritishim bilan nima bo'ldi desa, menda kassamda 10 million so'm paydo bo'ldi. 10 million so'm kassamda paydo bo'ldi mana. Endi keyingi masalam nima desa, bizni ishchimizga oylik to'lashimiz kerak. Ha, hozir ko'rayotganinglar uzoq bosib chiqilayotgan knopkalar, lekin o'zi umumiy olganda bu massaviy hamma uchun bittada tez qilinish mumkin bo'lgan imkoniyatlar. Hozir men bitta hujjatni ketidan bog'lanib olib kelyapman. Pulni to'lab yubordik Umar akaga. Umar aka xursand. Endi bizada yana bitta haqdor bor edi, bu IT Park. IT Parkka ham pulni to'lab qo'yaylik. Wow! Uni biz qayerdan to'lashimiz mumkin? Xohlasanglar bu qismda mana ko'rsatib turibdi, qancha qarzdorligimiz borligini, ya'ni dashbord ko'rsatyapti. Prodajamizda bizda hozir hech narsa yo'q, chunki to'lab bo'lganmiz. Ya'ni har xil yo'nalishdan har xil ko'rib, oson ish qilib ketish mumkin. Pul bilan ishlaydigan odam bitta mana shu dashbordda o'zida ishlashi mumkin. Savdo bilan ishlaydigan faqat savdoni o'zida ishlashi mumkin. Ya'ni bu rollar bilan belgilanib, kim nimaga javob bersa, o'sha ishni qilib ketishi mumkin bo'lgan bitta tizim. Buni ustunligi ham, imkoniyatlari ham shu narsa bilan. Kirdik va to'lab oldik. Shunda bizani foyda zararimiz ham chiqdi. O'zbekiston standarti bo'yicha ko'raman desanglar mana. Qancha qaysi statiyada nima bo'lganligi. Va balansda ko'raman desanglar ham mana. Bu buxgalterskiy uchet hisobida. Buni ko'chirib oladigan bo'lsanglar, ko'chirib olgan formatinglar aynan o'sha hisobotga beriladigan formada qilib shakllantirib keladi. Xullas, kimga tizimlashtirish, ishini osonlashtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Yordam berishga tayyormiz. Hamma uchun rahmat.